hozir Shahrisabz shahridamiz. Bu yerda nomi Samarqand darvoza ekan. Juda ham ko'pchilik kelgan, lekin nomini bilmaydi. Hozir shu joy haqida aka chiroyli ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum. Hozirda biz Samarqand darvozada turibmiz. Bu ko'rib turgan darvozamiz eski shaharning 4 ta darvozasidan biri bo'lgan va aynan Samarqand shahridan kelishda joylashganligi uchun ham Samarqand darvoza deya nomlangan. Ko'rib turgan qala devorlarimiz esa eski shahar qala devorining ustidan qayta tiklangan devorlar hisoblanadi. Eski devorning qalinligi 6 metr, yuqorisi esa 2 metr kenglikkacha bo'lgan va ot aravalar bemalol harakatlangan bo'lsa, hozirda shuning biroz kichikroq bo'lgan shakli qaytadan ko'tarilgan. Bu qala devorimizdan ichkarida hozirgi paytda 24 ga yaqin tarixiy me'moriy obidalarimiz joylashgan hisoblanadi. Hozir 4 ta darvozada aynan ushbu darvoza shu paytgacha saqlanib qolgan. Aynan ushbu darvoza ham bu ham original holatida emas, bu ham qayta restavratsiya qilingan shakldir. Buning hozir tepasidan bemalol ot aravalarda yo'q, tepasi hozirda kichikroq ravishda, kichikroq shaklda qayta ko'tarilgan, lekin bu darvoza dastlab Qoraxoniylar davrida bunyod etilgan bo'lsa, keyinchalik Temuriylar davrida ham 14-15-asrlarda ham darvoza devorining qalinligi yuqori qismi 2 metr, pastki qismi 6 metrda bo'lgan va yuqoridan bemalol askarlar ot arava bilan birgalikda harakatlana olgan. Yana bir qadimiy yodgorlik Oqsaroyning tagidamiz. Oqsaroy haqida ham chiroyli faktlarni, ma'lumotlarni ko'rib turgan me'moriy obidamiz Oqsaroy majmuasi hisoblanadi. Bu majmuamiz Amir Temur buyrug'i bilan 1380-yilda qurilish boshlangan va qurilish qariyb 25 yil davom etgan. Va 1404-yilda esa devordagi pardozlash ishlari bitkazilganligi aytiladi. Dastlab bularning qurishidan maqsad o'zga davlatlardan keladigan xorijiy elchilarni, sayyohlarni aynan shu yerda kutib olish va rasmiy tadbirlarni o'tkazish uchun qurilgan bu me'moriy obidani Amir Temur dunyoda yagona bo'lishini xohlagani aytib o'tiladi. Shuning uchun ham binoni qurilishi uchun ko'plab dunyolarda mashhur davlatlardan mashhur me'morlar, xususan Erondan bosh me'mor Tabriziy olib keltirilgan va bir vaqtning o'zida 30 mingta ishchi aynan shu binoning qurilishi uchun ishlagan. Dastlab ko'rib turgan binomiz ikkalasi bir-biriga qo'shilgan holatda bo'lgan va umumiy balandligi 72 metrni tashkil qilgan. Afsuski, hozirda binoning buzib tashlangan hisobiga bu qismimiz 38 metr, bu qismimizdan esa 40 metri saqlanib qolgan. Shuningdek, shuni aytib o'tish joizki, binoning asosiy e'tibor qaratilgan jihati uning yuzidagi bo'yoqlari hisoblanadi va aynan shu bo'yoqlar uchun ham 18 yil vaqt sarflangan hisoblanadi. Shuning uchundir, balki hozirda ham bu bo'yoqlarimiz o'zini asl holatini va ranglarini yo'qotmagancha salkam 625 yildan beri saqlanib kelinmoqda. Demak, hozir biz ko'rib turgan holati bizdan 100%. Ha, albatta, saroyning asosiy ichkari qismi buzib tashlangan. Bu ko'rganimiz shunchaki ikkita ustun hisoblanadi va o'rtada darvoza bo'lgan va bu bor yo'g'i 4% qismi hisoblanadi. Hozirda biz ko'rib turganimiz saroyning qolgan qismlari hisoblanadi va buni aynan yog'ingarchilik va har tabiiy hodisalardan saqlash uchun ham qo'l qismi o'ynalgan va ham bir necha asrlar davomida o'z holati bo'yicha saqlanib kelgan. Albatta, aynan mana shu yo'laklar orqali ular shu yo'laklarda yurgan holda san'atkorlardan farqli olishadi. Biz mana endi nima qiziq jarayonni ichkariga kirib, chiroyli qilib ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Boshlang. Bu hozir bizga chiqargan saroyning ichkari qismi va aynan shu zinalar yordamida vaqtida askarlar shu zinalarni yuqoriga ko'tarilgan va 72 metr balandlikdan aynan Samarqandni atrofidagi o'sha tog'largacha bo'lgan hududni bemalol nazorat qilib tura olganlar. Chiqish uchun zinalar biroz noqulay hozirgi davrda, chunki har bir zinaning balandligi 50 sm hisoblanadi. Ha, albatta. Va bu saroyning ichkari qismi ham g'ishlari hammasi o'zini asl holati bo'yicha saqlanib kelinmoqda. Aynan
bu ko'rib turgan kichkina yorug' joylarimiz ventilyatsiya va yorug' tushib turish uchun ham xizmat qilgan. Albatta. Bu yoqlarga oldin reshetka bo'lgan. Ruxsat berilgan to'g'ri 2013-yilgacha. Keyin reshetkalar olib tashlandi va aholi chiqish uchun man etildi. 2013-yilgacha xavfli hisoblanadi. Tushunish ham ruxsat etilmaydi. Hozir bu kichik xonalar vaqtida askarlar qurol-yarog'larni saqlash uchun ishlatilgan. Hozirda biz Shahrisabz shahridagi tarixiy hammomdamiz. Ko'rib turgan bu hammomimiz ko'pchilik 14-asr Temuriylar davriga oid deb bilsalar ham, yaqinda olib borilgan arxeologik izlanish natijasida bu hammom 11-12 asrlarga, ya'ni Qoraxoniylar davriga tegishli ekanligi aytib o'tildi. Bu hammomimiz qurilishi nihoyatda nozik did va mohir ustalar tomonidan qurilgan. Uning isitish tizimlari, havo aylanishi ham aynan o'sha vaqtda ham nihoyatda yuksak bo'lganligini aynan shu hammomimizdan ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bu ko'rib turganimiz asosiy zal massaj olish uchun va yengil sharoitda o'tirish uchun ishlatilgan bo'lsa, bu xonamiz sal bunda issiqroq, bunisi xona harorati undan ozgincha baland va bu xonamiz esa parxona hisoblangan. Undan tashqari esa bu yerda yana ikkita xona joylashgan bo'lib, bu xonalarimiz insonni o'sha tozalanish uchun ishlatilgan bo'lsa, narigi tarafda esa kiyim almashtirish xonasi, har biri alohida mohirlik bilan qurilgan aynan o'sha vaqtda. Bundan tashqari hammomimizning joylashgan o'rniga keladigan bo'lsak, joylashgan o'rni ham kompleks holatda, nihoyatda chiroyli tarzda tanlangan. Bilamizki, aynan o'sha davrda qadimiy Kesh shahrimiz savdo karvonlari juda ko'p o'tadigan joy bo'lgan va kelgan savdo karvonlari tashqaridagi Koba karvonsaroyda to'xtab dam olgan bo'lsalar, aynan bu yerda kirib tozalanib, buning yonidagi masjidimizda esa namoz ibodatlarini bajargan hisoblanadilar. Hammomimiz undan tashqari isitish tizimlari ham nihoyatda puxta o'ylangan va aynan shuning uchun ham hammom yerdan pastroq joylashgan. Ertalab qizitilgan hammom esa kun bo'yi issiq holatda o'z haroratini saqlab tura olgan. Xonamizning bu qismida ulkan qozon joylashgan edi va bu qozon hammomni qizitish, shuningdek uning ustidagi qizigan suvdan aynan shu yerda tog'oralarni olib chiqib, shu joylarda o'tirgan holatda biz hozirda Dorut Tilovat majmuasidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek 3 ta tarixiy obyektimiz mavjud. Biri Ko'k gumbaz me'moriy obidasi, yana biri Shamsiddin Kulol maqbarasi bo'lsa, undan so'ngida esa Saidlar maqbarasi joylashgan. Xususan Ko'k gumbaz maqbaramiz aynan Mirzo Ulug'bek davrida, ya'ni 15-asrda qurilgan bo'lib, navbatdagi manzilimiz ko'rib turganingizdek Dorus Siyodat majmuasidamiz. Bu yerda Amir Temurning birinchi farzandlari Jahongir Mirzo uchun tayyorlangan Jahongir Mirzo maqbarasi va shuningdek shaxsan Amir Temurning o'zlarining buyruqlari bilan ularning farmoshlari ostida tayyorlangan Amir Temur yerosti daxmasini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingiz bu yerosti daxmasi shaxsan Amir Temurning buyrug'i bilan hayotlik davrlarida o'zlari uchun tayyorlanganlar. Sababi Amir Temur bilamiz, ko'hna Kesh aynan shu makonda tug'ilganlar. Undan tashqari Amir Temurning birinchi sevimli farzandlari Jahongir Mirzo
ustozlari Shayx Shamsiddin Kulol, shuningdek otalari Amir Tarag'ay va yana bir qancha Temuriyzodalar aynan shu hududda dafn etilganligi uchun ham balki Amir Temur bobomiz ham aynan shu yerda dafn etilishni xohlaganlar. Ammo 1900-yil 28-fevralda Amir Temurning to'satdan vafoti va uzoqda bo'lganligi O'tron shahrida, undan tashqari o'sha paytdagi siyosiy muammolar tufayli bu yerga emas, aynan Samarqandga dafn etishga majbur bo'lishgan. Natijada ko'rib turgan dahvamiz e'tiborsiz holatda qoldiriladi va bu hududlar umuman yer ostiga qarab keta boshlaydi. 20-asrning boshlarida ham bu yerda to'liqligicha yer ostida bo'lib, ustida aholining uylari joylashgan edi. Ammo tasodifan aynan ko'rib turgan yuqoridagi bu beshikdan 5 yoshli qizchaning maqbara ichiga tushib ketishi va shundan so'ng arxeolog izlanishlar olib borilgandan so'ng bu yerda Amir Temur uchun tayyorlangan qabrtosh borligini aniqlashadi. Shundan so'ng 20-asrning ikkinchi yarmida bu hudud ochilib, arxeolog tomonidan to'liq davlat muhofazasiga olinadi. 376-yil 20 yoshli Jahongir Mirzo to'satdan vafot etadi va uning vafotidan chuqur qayg'uga tushgan otasi Amir Temur aynan shu hududda o'g'li uchun maqbara qurish to'g'risida farmoyish beradi. Bu ma'lumotlar to'g'risida Ispaniya elchisi o'sha vaqtda Shahrisabzga 1404-yil Shahrisabzga kelgan Ispaniya elchisi Ruy Gonzales de Clavijo ham o'zining kundaliklarida aynan Jahongir Mirzo maqbarasi xususida aytib ketgan. Jahongir Mirzo Amir Temurning birinchi va eng suyukli farzandi, shuningdek Jahongir Mirzo haqida ayrim ma'lumotlarni o'qib, Amir Temurning sevimli farzandi bo'lganligi haqida eshitib, beixtiyor xayolimga shu narsa keldiki, agarda Jahongir Mirzo Amir Temur vafotidan keyin ham tirik bo'lganda, balki Temuriylar davlati o'zining qudratini ma'lum muddat yana saqlab qola olgan bo'lar edi. Navbatdagi manzilimiz Dorus-Saodat majmuasining bir qismi hisoblangan Hazrati Imom masjidi hisoblanadi. Bu masjid ham bir necha asrlik tarixga ega bo'lib, hozirgi kunda ham namozxonlar uchun masjid vazifasini o'tab kelmoqda. Undan tashqari bu hududda dastlab madrasa sifatida talabalar tahsil olgan. Buning isboti sifatida hozirda ham talabalar uchun ayrim jazoxonalari hozirda ham saqlanib qolgan. Undan tashqari Hazrati Imom masjididagi bu tarixiy ustunlar, o'ziga xos yog'och o'rmakorligi ham albatta insonni o'ziga tortadi. Shuningdek, bu yerdagi Temuriylar davriga oid bo'lgan bu chinorlar nafaqat mahalliy sayyohlar, balki xorijiy sayyohlarni ham o'ziga jalb qilib kelmoqda. Imom majmuasining ichida joylashgan bu qadimiy quduq majmuaning bir qismi hisoblanadi. Shuningdek, bu mahalliy aholida ichida muborak quduq deb ataladi. Undan aholi niyatlar ijobat bo'ladi va dardlarga shifo bo'ladi kabi niyatlarda suv ichishadi. Bu quduq ham g'ishtlardan qurilgan bo'lib, tepa qismi gumbazshimo quduq, quduqning yuqori qismi g'ishtdan ko'tarilgan va tepasi islomiy gumbazshimo shaklda yopilgan bo'lib, hozirda ham aholining suv ichishi, shuningdek undan yuzlarini va qo'llarini yuvishlari uchun foydalanishadi. Manzilimiz Chubin madrasasi bo'lib, bu madrasa 16-asrda bunyod etilgan va o'sha vaqtda talabalarning o'qishi uchun xizmat qilgan bu ulkan madrasada bir vaqtning o'zida bir necha yuzdan bir necha minglab talabalar tahsil olgan. Bu katta hudud talabalar tahsil olishi uchun joy bo'lsa, undan tashqari uning atrofida kichik xonalarda talabalarning yashashlari uchun ham xonalar bo'lgan. Hozirgi kunda bu
Chubin madrasasi Amir Temur muzeyi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda va bu yerda siz to'lig'icha Amir Temur hayoti bilan tanishishingiz, o'zingizni o'sha davrda direkt his qilishingiz, shuningdek Amir Temur davridan oldingi kesh madaniyatining 7-8 asrlardagi davri bilan ham tanishishingiz mumkin. Muzeyning shu qismida o'tirib beixtiyor 1365-yilda Amir Temur va Ilyos Xo'ja o'rtasida bo'lgan loy jangi yodimizga tushadi. Ya'ni bu jang 1365-yilda Chirchiq daryosi bo'yida sodir bo'ladi. Aynan shu kunda shunchalik yomg'ir yog'adiki, askarlar tizzasigacha loyga botib qolganligi aytiladi. Shuning uchun ham bu jang loy jangi deya tarixda nom topadi. Ko'rib turganimiz Temuriylar davriga oid sovut hisoblanib, bu sovut to'liq tiklangan holatda 16-18 kilogramm og'irlikda bo'lsa, hozirda ayrim qismlari uzilib qolgani hisobiga 14 kilogrammdan ziyod hisoblanadi va bu sovut ham bir necha asrlar davomida saqlab kelinmoqda. Bu kamon uch o'qlari ham aynan qadimiy, ya'ni 14-15 asrlarga, shuningdek bu kichik palaxmon toshlari o'zlarining ichlarida ozroqgina bo'shliq joylari bo'lib, aynan shu bo'shliqlarga pora tiqib uloqtirilish natijasida ular kichik portlashni hosil qilgan. Shuningdek, bu qilichlarimiz ham original, ya'ni 14-15 asrlarga oid hisoblanadi. Ularning dastalarining biri kiyik shoxidan, yana biri esa fil suyagidan yasalgan hisoblanadi. Eshigimiz Shayx Shamsuddin Kulol maqbarasidan saqlanib qolgan original eshik hisoblanadi. Hozirda Shayx Shamsuddin Kulolda aynan shuning kopiya shaklida joylashtirilgan bo'lsa, bu yerda esa original holatdagi eshik saqlab kelinmoqda. Bu eshik o'sha vaqtda islom o'ymakorligida bir bo'lagi hisoblanadi, ya'ni unda arab imlosidagi ayrim yozuvlar va juda chiroyli naqshlar tushirilgan. Shuningdek, eshik 2 tabaqali eshik hisoblanadi, ya'ni eshik ichkari tomoniga ham, tashqariga ham sal oldinroq Temuriylar davriga sayohat qilgan bo'lsak, endilikda bu qismimiz Kesh shahrining Temuriylar davriga sayohat qilgan bo'lsak, endilikda esa bu qismimiz Kesh shahrining Temuriylardan oldingi, ya'ni 7-8 asrlarga oid tarixini yoritib beradi. Jumladan bilamizki, yurtimizga 8-asrda bevosita islom dini kirib kelishidan oldin Zardushtiylik dini keng yoyilgan bo'lib, aynan bu saqlanib qolgan Ossuariylar Zardushtiylar diniga taalluqli. Bu Ossuariylar 2013-yilda aynan Kesh shahri yaqinida Yumaloqtepa yodgorligidan topilgan bo'lib, bular hattoki bir necha oy mobaynida shu Ossuariylardan bittasi Parijdagi Butunjahon ko'rgazmasida ham namoyish etilgan. 7-6 asrga, shuningdek undan oldingi davrlarga taalluqli bo'lgan ham ayrim ashyolarimizni ko'rishingiz mumkin. Jumladan aynan mana shu xanjar va bronzadan yasalgan boltalarimiz Eneolit, temir va bronza davriga taalluqli hisoblanadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, sanam bu Sariqtepa yodgorligidan topilgan 5-6 asrlarga oid yodgorlik hisoblanadi. Shuningdek, Anaxita hosildorlik ma'budasi, bu topilgan kichik haykalchalar ham aynan bizning hududimizda Zardushtiylik dini keng tarqalganidan dalolat beradi, ya'ni Anaxita Zardushtiylarning ilohasi hisoblanadi. Shuningdek, bu kichik ko'za, xumdon, shuningdek kichik choynaklarimiz aynan o'sha davrga taalluqli, ya'ni 5-6 asrga taalluqli bo'lib, ularning ayrimlari maxsus moslamalar yordamida yasalgan va siliqlangan bo'lsa, ayrim dag'al shaklida turganlari esa shunchaki qo'lbola qo'ldan yasalgan hisoblanadi.
Maqom muzeyi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevlar tashabbusi bilan 2018-yilda tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. Uning ichkari qismida siz bevosita Kesh madaniyatining tarixiy qismiga bevosita sayohat qilishingiz, shuningdek mahalliy cholg'u asboblarimiz va mahalliy san'atkorlarimiz hayoti bilan bog'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi.